Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Biz YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Qilayotgan videolarimizga like bosib, yaqinlarga ulashib, sizlarning yordaminglar bilan Xudo xolisa tez orada hop, yaxshi yangiliklar bilan 2000 talik me'yordan oshishga harakat qilyapmiz. Xudo xolisa yordam berasizlar degan umiddamiz. Biz ham yaxshi qo'shiqlarni qo'limizdan kelgancha sizlar uchun taqdim qilishga rozimiz. Harakat qilamiz. Sizlardan iltimos, sifatsiz, oddiy video chiqayotgan bo'lsa ham Xudo xolisa yaxshi ma'noli qo'shiqlar chiqyapti. Sizlar ham ashunga yarasha podдержка qilib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Qani marhamat, sizlar uchun yana bitta chiroyli qo'shiq aytib beramiz. Marhamat. Otda yurganimdan senga ne zarar? Ya piyoda qolsam senga qanday naf? Soyadek ergashib sham ila sahar, nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Ta'zim bajo etsam xushomad go'y deb, salom bermay o'tsam gerdaygan atab, har bir qadamimni qilarsan taqib, nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Har bir qadamimni qilarsan taqib, yana o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Mening-ku qo'limdan kelmas yomonlik, yaxshilik qilsam ham turmaysan qarab. Qachon toparkanman sendan omonlik, yana o'z holimga qo'ymaysan ey gap? Tirik ekan odam qutulmas sendan, go'riga ham borasan vichirlab qaynab. Hech o'lmayin deyman qoldirib dog'dan, chunki qabrimda ham tinch qo'ymaysan gap. Aziz obunachilar, quruq gapdan foyda yo'q. Like bosib, obuna bo'lib, Xudo xolisa kanalimizga obuna bo'lib, o'z qisinglar qo'shinglar. Rahmat hammalarga.